Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz radhiyallohu anhodan so'ralganlarida uyda qanaqa yashardilar Rasululloh deganlarida Oysha onamiz aytdilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyga kirganlarida sizlar kabi, ya'ni sizlar oilalarda qanday munosabatda bo'lsanglar, er-xotinlik bizda ham shunaqa bo'lardi. Payg'ambar alayhissalom ko'ylaklarni yamar edilar gohida, oyoq kiyimlarini tikar edilar. Er kishi uyda qiladigan barcha ishlarni bajarardilar. Payg'ambar alayhissalom qarang, shuncha payg'ambarlik, nubuvvat, sahobalarni tarbiyalash kerak bo'lgan bir payg'ambar vaqt ajratib hujralariga, uylariga kirganlarida uydagi ro'zg'orlarga, ahllariga yordam berishlarini Oysha onamiz aytib beradilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: Payg'ambar alayhissalatu vassalom tahorat olishda suv quyib turish va sadaqa berish ishlarini hech kimga buyurmas, faqat o'zlari bajarar edilar. Men shu o'rinda bir misol keltirib ketmoqchiman. Kelinglar, mayli, sizlar biladiganinglar bor. Bir davlatni podshosi, prezidenti, ya'ni tugadi, ishdan ketdi. Prezidentlikdan ketdi. Hozir ham yashaydi u. Lekin bir kun axborotda ko'rsatyaptiki, haligi prezident bo'lgan inson, o butun dunyoni larzaga solib o'ziga qaratgan bir inson keyin qiladigan ishiga avtobusda, metroda ketyapti. Uni birov rasmga olyapti. Qaranglar deyapti, bu ana u podsho-ku, prezident bo'lgan inson-ku deyapti. Demak, u xalqiga nisbatan adolatli hukm qila olganki, ishdan ketgandan keyin ham oddiy kamtarona avtobusda ketyapti. Hech kim birov urmayapti, so'kmayapti. Nima uchun? Bu qo'ldan kelgancha xalqiga yaxshilik qildi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham payg'ambar o'laroq faqatgina ta'lim beravermaganlar, ta'limni o'zlari ko'rsatib berganlar. Shuning uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar-ki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tahorat qilayotganlarda birov suv quyib turishini yoqtirmasdilar, birovni xizmatga qo'ymasdilar, o'zim qilaman dedilar. Ba'zida sahobalar, endi islomga kirgan sahobalar Rasulullohni ko'rganda Rasulullohning haybatidan titrab qolar ekanda. Rasulullohda haybat bo'lgan. Shunda aytar ekanlarki, "Voy, muncha qo'rqasan mendan. Men ham hamma kabi, makkaliklar kabi bir qurigan go'shtni yeydigan ayolni bolasiman. Men Allohning bandasiman, mendan qo'rqma" deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haliga sahobani taskinlashtirar ekanlar.